Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana men obunachim bilan birga bir o'ynayapman. O'zi kim ertada yutmaydi bilmadim. Ronaldo zo'r. Italga to'p o'zi. Zo'r. Obunachim zo'r o'ynayapti. Endi nima deyish kerak? Voy. Hozirchalik obunachim qattiq o'ynayapti endi. Obunachim vash qattiq o'ynayapti-ku. Yo'q. Bu yerda shtraf yo'q. Terpilan yo'qmi? Fidalgo. Bu obunachim ana o'rnida kuzatib yurgan bola ekanda endi birga bir o'ynani yozgan kommentariyaga o'ynab ko'ryapman. Voy Lakotelli. To'pni mendan o'p qo'ydi. Sen kimsan? Hop. Yo'q. Sal bera olmadim. Offside. Anchadan beri birga bir o'ynani deb kelibgandi bu obunachim. Haylikki kommentariyasini o'qisganimda o'yna deb kelganda. Endi o'ynadim. Yutamanmi bilmayman. Voy, gol desam bo'lmas ekan. Obunachim ham qattiq o'ynayapti. Aytnuri. Birinchi taym tugadi. Qanaqa o'zgarishlar kiritadi? O'zgarish kiritmaydi. Men esa ham kiritmadim. Hop. Gol. Obunachim to'g'ri qattiq o'ynayotgan. Ta'minladim obunachimga. Agar sizlar ham men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsangiz kommentariyaga yozsangiz bo'ladi. Uyam bo'libdi. Haqiqiy zo'r obunachi, zo'r. Kim qutqardi o'zi? Semenyo Antoine. Voy. Emiliano Martinez vardı ekan. Ronaldo, Locatelli, Semenyo. Yo'q, bu bir-birimizni tushuna olmadik. Birobar. Yaxshi o'ynayapti bular. Nicolas Gonzalez tushiraman. Voy. Qattiq o'ynashni ko'ryapsizlar obunachilarim. Hop, voy. Nega o'tolmayapman? Nega? Hop. Inaki Williams. Zo'r. Ay, Antoine Semenyo yugur. Zafirlar. Yaxshi o'ynayapti bular ham.
Zo'r. Zo'r o'ynayapti obunachilarim. Endi nima qilsam bo'ladi? Gol urib ketami, urmaymi? Oxirida gol urib ketish imkoniyatim bor edi. Xo'sh, voltamadi. Mana bunaqa gollar. Golimni ko'ring. Obunachim zo'r o'ynadi. Endi pastaklar. Ya, u ham zo'r o'ynayapti. Voy, David Raya. Obunachim yutqazdi. Vaqtimiz ham tugadi, ham obunachi yutqazdi. Sizlar bilan bugungi videomiz obunachim bilan o'ynadim. Xayr, tugatinglar endi. Bo'ldi.